Bugungi initiatsiyamiz eng chuqur va hayotingiz davomida eng muhim initiatsiyalardan biri bo'ladi. Bugungi initiatsiyada siz qabul qilasiz, siz aktivlashtirasiz. Aynan eng avvalgi sizda barchasi mavjud bo'lgan, barcha xotira mavjud bo'lgan gen master hujayra geni kuchi va quvvatini aktiv holatga keltirasiz. Aynan bugungi darsdan keyin siz avvalgidaqa bo'la olmaysiz. Chunki sizdagi ko'p qo'rquv programmalari, ma'lum bir imprint sizni talantlaringiz ochilishiga to'sqinlik qilayotgan, sizni asl o'yingizni yodingizga olishga to'sqinlik qilayotgan imprintlar yaratilinadi. Hozir biz sizni yagona yurak energiya maydonini ochamiz. Siz uyg'unlashyapsiz hozir yurak markazi orqali. Asos sevgi. Asl yurak cheksiz ongiga qadar, nur ongiga qadar qarshida har bir nur xizmatchilari, yaratuvchilari, nur egalari, har bir dunyo nur egalari va siz ular bilan yurak markazi orqali uyg'unlashyapsiz. Har bir yuqori o'zligingiz birlashgan merkabalarda yig'ib bir markazga yig'ilishini so'raymiz. Har biringiz uchun alohida. Yagona maydonda sevgi, nur, elektron maydonida uchqunida, tokida sevgi sizdan taralyapti va aktivlashyapti. Bugun aynan kuchaytirilgan holda, chunki siz bugun tayyorsiz bunga. Har bir jarayon ishga tushyapti aktivlashgan holda. Master hujayrani har bir strukturasi orqali, bu asl strukturalar har bir parametrda, ko'rsatkichda muqaddas sevgi va siz yodingizga olyapsiz, siz bu sevgisiz boshqa yasholmasligingizni. Har bir dunyodan sizga muqaddas uchqun yuborilyapti va siz eslayapsiz. Psi maydon strukturasini to'yintiryapti. Sevgi uchquni. Bu asl sevgi, shartsiz sevgi, eng muqaddas sevgi. Yaratuvchi ongli psi maydoningiz kontakt o'rnatyapti asl o'y bilan, oltin sivilizatsiya bilan. Aynan barbod qilishga javob beruvchi imprintdan butunlay xalos bo'lasiz. Hozir va shu yerda nur yaratuvchisi ekanligingizni yodingizga olyapsiz. Oltin quyosh texnologiyalari bosh miyani markaz orqali
har bir markazlaringiz orqali aktivizatsiya bo'lishi ishga tushdi. Siz Merkavizni kuchaytirgan holda master hujayrani kuchi va qudrati orqali sizni nuringiz bilan to'yintiryapsiz. Siz Merkaba yaratuvchisiz.